Zor məğlubiyət. ئاپتورى زبىگنېۋ برېزنىسكى. 20. ئەسىردىكى كوممۇنىزىمنىڭ گۈللىنىشى ۋە ھالاكىتى. 6. bab 6. qism. دېپلوماتىيە ۋە دۆلەت مۇداپىئەسى سىياسىتى. Gerçi diplomatiya siyasetiga dair münazirlərinin köp qismi hər qaysı oxşamağan məxsus organlarda elib berilgan bolsunmu, әмма asasliq xahişi ötmüşdəki təsəvvürlərə gumanını o'ttirg'a qo'yish, yangi tafakkur talab qilish. Yani Fransiyanın ataqlıq Sovet İttifaqı məsalası mütəxəssisi Michel Tato yangi tafakkurni o'tmishdagi tafakkursizlikning o'rniga qo'yilgan saplama buyum deb mazoq qilganga yuzlangan. Gorbachevning aqllar kengashining a'zolaridan biri Yev Pramako buningga qarta eng mukammal revizionizm ta'limotini o'ttirg'a qo'ydi. O 1987-yili 7 ayning 9 kuni nashr qilingan Haqiqat gazetida e'lon qilingan Diplomatiya siyosatining yangi falsafasi nomli muhim maqolasida tinchlikda birga turishni aram elvilishning fursati deb qaraydigan qarashdan voz kechishga chaqiriq qildi. Inqilob eksport qiladigan Sovet ittifoqi siyosatidan voz kechishni talab qildi. Hamda yer shari xarakterlik o'zaro taynadigan yangi reallikni ta'kidladi. Keyin Gorbachev o'zining asarlarida bu ideyani texmi atrofliq taraqqiy qildirdi. Buning bilan birga harbiy sohada Sovet strategiyachilari mudafialanish nazariyasini tuzishga boshladi hamda buni g'arb bilan texmi muqim strategiyalik munosabat qurishning chiqish nuqtasi qildi. Barliq masalalarda bu qarashlar bilan Sovet ittifoqi texi yaqindala yurgizgan siyosati ro'shan selishtirma shakllantirdi. Sovet ittifoqi guruhi bilan dunyo kommunizm harakati. Moskvada o'tkazilgan oktyabr inqilobining 70 yilligini tabriklash faoliyati yig'inida Gorbachev barliq davlatlardagi kommunistik partiyalar nomda barobar ekanligini ko'rsatdi. U yana Sovet kompartiyasining alayda rahbarlik o'rniga aloqador har qanday tashabbusdan aniq voz kechdi. Bu nazariya jihatdan Sovet ittifoqining izchil tashabbusidan ig'ir chatnash bo'lib, ilgari Sovet kompartiyasining manfaatini dunyodagi barliq kommunistik partiyalarning harakat qiblanomasi qilishni talab qilgan edi. Gerçi hukumat birjivinizmdan voz kechganligini jakarlamagan bo'lsa-mu, ammo Gorbachev birjivinizm orqali Sharqiy Yevropadagi paydin-pay o'zgarishlarni to'simaydiganligidan bishorat berdi. Buning aksicha Sharqiy Yevropadagi bir qism kishilarni agar ayni vaqtda Gorbachev huquq tutgan bo'lsa, 1968-yildagi askar chiqarib Chexoslovakiyani ishg'ol qilish voqeasi yuz bermagan bo'ladi degan qarashga keltirdi. Bu faraz garchi dalillanmagan bo'lsa-mu, ammo natijasi Sharqiy Yevropaliklarning islohot qilishiga ilhom berish, ularning Sovet ittifoqi islohotining oldida cho'ng qadamda mengishini talab qilishni ilgari surish bo'ldi. Ba'zi Sovet rahbarlariga nisbatan aytganda, Gorbachevning maydoni shak shubsizki avorchilik paydo qiladi. Dal shundaq bo'lganlikdan Sharqiy Yevropada ko'rilgan har qanday cho'ng davolg'ush Kreml saroyining diplomatiya siyosatining texmi kaskin munoziralarini keltirib chiqardi. Yuqorida bayon qilingan barliq bog'lanishliq munozirlar shay'lar taraqqiyotini ilgari suradigan harakatlantirgich kuchni barliqqa keltirdi. Iqtisodni gullantirish talabi demokratiyalashtirishga harakatlantirgich kuch ato qildi. Demokratiyalashtirishni partiyaning huquq va e'tiqodga bo'lgan monopolligiga tahdid shakllantirib, din va millatchilikning an'anaviy ideologiyaga bo'lgan raqobat kuchini zo'raytdi.
Hatto Sovet ittifoqini uzun mezgil, ehtimol texmi shiddatli bo'lgan parchilinish xavfiga duchor qildi. Bu munozirlar hozirmi elib berilyotidi hamda partiyaning ichidala cheklanib qolmaydi. Bu faktlar aslida nihoyat muhim ahamiyatga ega. Сәвәбі төвәндікідәк 3 түрлік. Birinchi, uzun mezgilde şekillengen siyasi an'ana bilan ada-juda bo'lganlikdan derak berdi. Sovet ittifoqi necha 10 yil mustabidlikni yo'liga qo'yib, jamiyatni barliq narsa an'anaviy ta'limotga tava, siyosida yuzaki birdaklikka ega dövlətga o'zgartirdi. Hazır ijtimoiy turmush va siyosiy turmushda har kim o'z fikrini o'tirg'i qo'ya oladigan yangi reallik bilan 1928-yildan boshlangan izchil sukut ichida stalinizmga bo'ysunadigan ijtimoiy turmush ro'shan selishtirma shakllantirdi. Ikkinchi, marksizmning birdakligiga tahdid soldi. Hatto Sovet ittifoqining birligiga tahdid selishi mumkin. İlim sahəsinin yeni pən qarşı bilan falsafaning yuğurlaşı asasida qanat yaygan erkin ilmiy munozirlar mahiyatda qamal qilingan. O'zini qilolmaydigan ishi yo'q deb qaraydigan nazariya bilan aslida qilchilik chiqisholmaydi. Yeni kelib nurg'un sazgur masalalarga bo'lgan munozirlar ilmiy munozirlarni ya qonunliq ko'p qatlamliq tuzilmaga elib kirdi, ya bo'lmasa bostirdi. Bo'lmasa, ilmiy munozirlar texmi taraqqiy qilib, eng oxirda Sovet ittifoqining mukammal birligiga tahdid soladi. Uchinchi, konkret qilib aytganda, kishilarning Sovet kommunizmga bo'lgan ishonchini yo'qotdi. Keng ma'nodan aytganda, kishilarning butkul kommunizmga bo'lgan ishonchisini yo'qotdi. O'tmishdagi jinoyatlarning oshkorlanishi va hozir bilan o'tmishdagi hodislarni tanqidlash, o'tmishdagi g'arb olimlari asarlarida o'tirg'i qo'yilgan stalinizmga aloqador barcha qarashlarni isbotladi. Lekin Sovet ittifoqi gez jurnallari ularga hamisha kallasi joyil kommunizmga qarshi tashviqotchilar deb qora chapladi. Darvaqa Sovet ittifoqi gez jurnallarida e'lon qilingan gunohsiz kishilarning azob uqubatlari yozilgan tafsili, jonliq va kishini ichintiradigan bayonlar chet elliklar yozgan xabarlarga selishtirganda ideya jihatdan texmi cho'ng buzg'unchilik roliga ega. Shundaqla munozirlarda oshkorlangan bugungi Sovet ittifoqining iqtisodiy va ijtimoiy sohada mag'lubiyatga uchrashiga aloqador ahvollar g'arblik zotlarning kommunizmning umumiy ifodasiga qaratgan tanqidlarning to'g'riliqini isbotladi. 7-bob kommunizm taraqqiy qilyaptamdi yoki yimirilyaptamdi? Kelgusidagi haqiqiy masala Gorbachevning uzun muddat huquq tutalamdi yo'q degan masala emas, hatto u muvaffaqiyat qozonamdi yoki mag'lub bo'lamdi degan masala emas. Balki Sovet ittifoqi kommunizmi siyosiy jihatda texmi ozoda, iqtisodiy jihatda texmi yangilik yaratish ro'yiga ega tuzumiga taraqqiy qilish kerakmi yoki zavollikqa yuzlanish, hatto gumron bo'lishmi degan masaladir. Gorbachev yuqori amaldan elib tashlanishi mumkin yoki tushuniksiz holda o'lib ketishi mumkin. Lekin u elib borgan bir qism islohot ishlari garchi texmi ehtiyotchan shaklda bo'lsa-mu, yanada davomlashishi mumkin. Umi balkim davomliq vazifa o'tishi, ammo amaliy huquqini yo'qotishi mumkin. Uning xalqarada obro'yi cho'ng bo'lganlikdan uni Gromykoga o'xshash dövlət boshliqligini ustiga olg'izishning Kreml sarayiga nisbatan nihoyat zo'r foydasi bor. Ammo u bekitgan ko'p qism siyosatlar ishlatilmay tashlab etildi. Bundan boshqa u o'zining siyosatini ilgari surishni astiltish yoki tezlitish orqali o'zining huquqini saqlab qolmoqchi, birla vaqtda Ligachevga o'xshash siyosiy raqiblarni chetga qoqmoqchi bo'ldi.
Halqılıq məsələ Sovet İttifaqı tüzümü tərəqqi qılıb, texmi köp xillaşqan tüzülməgə aylanalamdı yox. Texmi köp ictimai və iqtisadi icadçanlıq barlıq keltirib, Sovet İttifaqını xalqara səhnədə texmi zor rəqabət iqtidarıga ega qıla alaydigan tüzülmə qıla alamdı yox degəndən ibarət. Bu məsələnin cavabı bir dərəcədən təşqiri çoğ dövlət Sovet İttifaqının təqdirini bəlgiləb qalmasdan yana texmi köp kommunizm tərəqqiyatının istiqbalını bəlgiləydi. Növbətdəki qılaymıqançılıq bəlkім şundaq bir özgürüş yüz berişinin signali bo'lishi mümkün. Şundaqla Sovet İttifaqı tüzümünün tədrici yemirilishga qarab mengişinin tunji basqıçı bo'lishi mümkün. Köp yıllardan buyan Sovet İttifaqı tüzümünün müstabid hökümranlıq deb atılışıdaki səbəb cəmiyyətinin Sovet İttifaqı siyasəti tüzümüge məcburi boy sundurulğanlıqıdıl болып qalmasdan yana Sovet İttifaqı cəmiyyətini ideologiya layihəsiga asasən zoravanlıq vasitəsi arqılıq qaytadan yasab çıqqanlığıdındır. Şuna siyasi sızlaştırılgan, köz qaraş barlıq keltirilgan, haqiqiy siyasi turmuş mevcut bolmagan, hamma buruqturma bolup yürüydigan vaziyat bütkül cemiyatning birdakligini aks ettirib berdi. Siyasi faqat yuqur qatlam rahbarlarla bahriman bo'ladigan imtiyozga aylandi. Şuna Sovet İttifaqı tüzümünün müstabidlik alaydiligini tədrici yo'qotmoqchi bo'lsa, siyosida texmi ko'p xillashgan tuzilmani tədrici qurib chiqish zarur. Bu tuzilma jamiyatning texmi aktiv rol o'ynashiga ruxsat qiladi. Hatto haqiqiy siyosiy turmushni jamiyatda normal mavjud bo'lib turadigan qiladi. Mushundaq taraqqiyot manzarasining ko'rilish ehtimolligi bormi yo'q? Bu məsələnin ən axırqı cavabı növbətdəki Sovet İttifaqının reallıqıda mövcud olub turğan, özara kelişdirgili bolmaydigan ikki ziddiyatning hal buluş bolmasligiga bağlıq. Birinchi, agar kommunistik partiya jamiyat boshqarishdagi roliga qaytadan haqiqiy tubki aniqlama bermasa, iqtisodning jonlanishini amalga oshirg'ili bo'lamdi. Ikkinchi, agar ruslardan boshqa millatlarning huquqini zo'r darajada kuchaytmasa, hatto huquqning tarqoqlashtirilishi eng oxirida Sovet İttifaqının tədrici parçalanishini, iqtisodiy huquqni tarqoqlashtirishni hamda partiyaning markaziy kontrollik huquqini kichikiltishni keltirib chiqarish vazifasini o'rinlig'ili bo'lamdi yo'q. 1988 yılının o'ttirida Sovet İttifaqı rahbarlari siyosiy islohotda oldi bilan iqtisodiy islohot qilish kerakligini e'tirof qildi. Partiyaning qarorida tuzli qilib, bugungi hammadan muhim masala siyosiy tuzilmaning asosiy islohotini qilish deb jakarladi. Lekin 3 kundan keyin 7 oyning 7 kunidagi haqiqat gazetida Mərkəz bilan yerlikning demokratiyalashish taraqqiyoti astilab ketdi deb yozgan edi. Partiyaning kadrlari iqtisodiy islohot sababli qisqartilmadi. Gorbachev o'tirg'a qo'ygan partiyaning rolini o'zgartishdagi siyosiy islohot haqiqiy yo'lga qo'yilmadi. Leninizm miraslarini markaz qilishda ching turishdek usul partiyaning alayda o'rni va huquqini monopol qilishni saqlab qolish irodasini texmi mustahkamladi hamda bunda qilishning iqtisodda imkoniyat berish bermaslik bilan kor bo'lmadi. Shunga masala agar kompartiya huquqni o'tinib berishni xohlamasa, iqtisodiy islohot muvaffaqiyat qozona olamdi yo'q deganga bog'liqdir. Javobi qarmoqqa mumkin bo'lmaydi. Haqiqiy muvaffaqiyatlik iqtisod cho'qim hozirlashga tegishlik oldingi shart. Bozor mexanizmini kirgizish, talab va ta'minlash munosabatini asos qilgan baho qurilmasini barpo qilish, emgak kuchlarini erkin yo'tkash, xavf xatarni ustiga elishga jur'at qila oladigan, mablag' selishga tavakkul qila oladigan boshqurg'uchilar qatlamini barliqqa keltirish hamda yezi egilikining bo'yin turqidan qutulib chiqish qatorliqlardan iborat.
Lekin bu aldınғы şərtlərmə partiyanın rolunu zor dərəcədə kiçikiltishni tələb qılıdı. Partiyanın rolunu kiçikiltishdək usullarni dəl Sovet İttifaqı organ xadimləri qəbul qilishni xalamaydı. Aşkarlıq və islahat o'ttirsidagi g'oyat zo'r hang dəl mushundaq şərt üstiga yiltiz tatqan. Şuna vayron qilg'uch ümidsizlik kayfiyatini ata qilishi muqarrardir. Buningdan sirt, jamiyatning zarur islohotga bo'lgan haqiqiy tonishi yanada kamchil. Kona qoida nachar odatlar va ho'rinliq islohotga nurg'un to'salg'ularni paydo qildi. Ammo islohotga gumonlanish pozitsiyasida bo'ldi. Ularning umumyuzlik ko'ngil bo'ladigini islohotning darhalla qandaroq iqtisodiy oqibat paydo qilishidir. Ularning islohot elib keladigan jazolash usulidan gumonlandi. Dehqonlarning an'anasi pak-pakiz vayron qilindi. Zavod boshlig'i bilan direktorlar texmi cho'ng mas'uliyatni ustiga elishdan qo'rqidi. Bir vaqtda korxonchilik qizg'inligi kamchil. Amaldorlar huquqni markazga markazlashtirish tuzumini yaxshi ko'rdi. Rossiyaning tarixi va Sovet ittifoqining realligi birlashib, bir kuch hosil qilib, islohotni boyqut qildi. Milliy masala islohot qiyinchiligining ustiga qiyinchilik qo'shdi. Ruslardan boshqa millatlar, bo'libmi O'rta Osiyoliklarning nupusining eshishi intayin tez. O'rta Osiyoliklarning nupusi 1959-yildan 1979-yilgacha 72%ga yaqin ko'paydi. Ammo Sovet ittifoqi slaviyalari taxminan faqat 19% ko'paydi. İkkisi ro'shan selishtirma bo'ldi. Bundaq bo'lganda Ruslardan boshqa millatlar uzun o'tmayla Sovet ittifoqi ommasining ko'p sonliqini egallaydi. Lekin yetakchi o'rinni egallagan ruslar amaliyotda yanada markazning siyosiy huquqini tutib turmoqda. Boshqa millatlarning faqat simvol xarakterda bir qism vakillari bor. Sovet ittifoqidagi ruslar boshqa millatlarga qaraganda nayt osonla yuqori qatlam jamiyatiga kira oladi. Siyosiy byuro hayatlarining hammasi navbatda ruslardir. Sovet ittifoqining til siyosatimi ruslarga foydali. Misol olsak, 1986-yili Sovet ittifoqida yashaydigan har bir rus 14 parcha rus yezigidagi kitob nashr qildirgan. Ammo boshqa millatlar faqat 2-4 parcha o'z yezigidagi kitob nashr qilgan. Buningdan sirt Kreml sarayining iqtisodiy siyosatimi ruslar o'ltiraqlashgan rayonlarni taraqqiy qildirish va mablag' selishga ahamiyat bergan. Agar huquqni haqiqiy turda tövanga tushirmoqchi bo'lsa, tangsizlik hodislarini tuzitish talabining ko'rilishidan saqlanғыл bo'lmaydi. Lekin ruslarni markaz qilgan kontrol qilish hozirgi mavjud boshqarish qurilmasida allaqachon cho'nqur yiltiz tatgan. Zarur tuzitish qilmoqchi bo'lsa, keng ko'lamlik qalaymaqonchilikni keltirib chiqirdi. Amaliyotda bu bir xil yomon sifatlik aylanish. Islohot qilmasa, milliy o'chmanlik kayfiyatini keltirib chiqirdi. Islohot qilsa, ruslardan boshqa millatlarning huquqiga bo'lgan intilishini texmi cho'ngaytishi mumkin. Bölgünçilik pozitsiyasi bo'libmi Baltiq dengizi bo'yidagi ittifoqdosh jumhuriyatlardagi xalq va Sovet ittifoqi musulmonlarining, ya'ni dunyo miqyosidagi islom güllinishi harakatining rag'batlantirilishi va Sovet ittifoqining Afg'onistondagi harbiy mag'lubiyatining ilhomlantirishiga uchirgan bölgünçilik kayfiyati eng oxirida Sovet ittifoqining birligiga haqiqiy tahdid shakllantirishi mumkin. Davomi bor.